Bizlarga kerak bo'ladigan mahsulot petrushka, bodring, limon. Uchalasini suvini chiqarib, multivitamin siviritka yasaymiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bodring suvi, petrushkani suvi va limon suvidan hozir biza siviritka o'rganamiz. Uni yaxlatib yuzimizga surtadigan hozir qayramiz sizlarga. Mana petrushka suviga mana limonni, bodring suvini qo'shdik. Limon suvini qo'shamiz. Cho'lasini bitta qilib mashinaga solamizda, tayyor bo'lsa qo'yamiz.